Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan demak qon biokimyosi mavzusiga tegishli demak qon emish tizimini birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, organizmda shunaqa jarayon bor, bu gemostaz, ya'ni fiziologik, biokimyoviy, biofizik jarayonlarning yig'indisi bo'lib, organizmda qon yo'qotishga to'sqinlik qiladigan murakkab biologik himoya reaksiyasidir. Ya'ni qon evish tizimi yoki qon evishiga qarshi tizim ikkovi bir vaqtda ishlaydi. Ya'ni qon ketganda, tomirlar jarohatga uchraganda tezlik bilan qon evishi kerak. Kapillyar qon tomirlarida demak qon oqimi harakati sekinlashish hisobiga qon evib qolmasligi kerak. Ya'ni ikkala tizim, qon evishi va qon evishiga qarshi tizim doim birgalikda harakat qiladi. Xo'p, endi gemostazni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, tarixiga bir e'tibor beradigan bo'lsak, 1872-yil Schmidt qon evishini fermentativ nazariyasini yaratadi va 4 omil asosiy vazifani bajaradi degan. Bular tromboplastin, fibrinogen, protrombin va kalsiy ionlari. Schmidt nazariyasi bo'yicha qon evishi demak trombositlarning buzilishi, ular demak tromboplastin trombokinazani aktivlaydi. Tromboplastin trombokinaz esa protrombinimiz demak kalsiy ionlari ishtirokida trombinga aylanishi, trombin esa fibrinogenni fibringa aylanishini ta'minlab beradi degan fikrni ilgari surgan. Endi qon evishida ishtirok etadigan omillar, demak qon tomiri atrofidagi to'qimalar. Bu hozir alohida ham ko'rib chiqamiz. 3-faktorimiz bor, shuni tashkil qiladi. Qon tomir devori, plazma omillari, qonni shaklli elementlari. Demak, gemostazning ikkita mexanizmi mavjud. Bular birlamchi yoki tomir trombositlar gemostaz, ikkilamchi yoki koagulyatsion gemostaz. Alohida ko'rib chiqamiz har bittasini. Demak, qon tomir trombositlar gemostaz. Bunda qon tomirining shikastlanishi, mana vessel injury inglizchasi, tomir shikastlandi, tomir atrofidagi kollagen tollar, Willebrand omili aktivlanishi hisobiga demak mana shu shikastlangan joyga qonni shaklli elementlar, trombositlarning adgeziyasi boshlanishi. Demak, mana trombositlarning aktivatsiyasi, ya'ni trombositlar o'zidan shaklini o'zgartiradi dastlab, ichidan tromboksan A2 boshqa faktorlarimizni chiqara boshlaydi. Bular demak trombositlar tarkibida chiqadigan serotoninimiz esa vazokonstruksiyaga, ya'ni qon tomirlarining torayishiga va qon tomirdagi qon oqimi sekinlashishiga sabab bo'lar ekan. Demak, mana shu tomir shikastlangan, qon ketayotgan joyda qon oqimi sekinlashishi birlamchi demak gemostatik qon evishiga sabab bo'lar ekan. Ikkinchi tomondan trombositlardan chiqadigan fosfolipidlarimiz demak to'qima faktori. Ya'ni hozir alohida faktorlarni ko'rib chiqamiz. 3-faktor bilan birgalikda demak tashqi qon evishi kaskadini, tashqi qon evishini aktivlaydi. U ikkinchi omilimiz trombinni aktivlaydi. Trombin esa fibrinimiz esa demak birlamchi qon evishini yoki tiqin deydigan bo'lsak, mana shuni mustahkam trombni mustahkam trombga aylantirib berishga xizmat qiladi. Mana bundan tashqari trombositlardan tromboksan A2 ham ajrab chiqadi. Bu ham serotonin bilan birgalikda qon tomirlarining torayishiga xizmat qiladi. ADF ishlab chiqariladi, ajraladi to'g'rirog'i. Endi bu jarayonga ta'sir ko'rsatuvchi dori vositalarimiz bor. Aspirin mana qon suyultiruvchi dori sifatida foydalaniladi. Aspirinimiz mana shu trombositlar tarkibidagi tromboksan A2 ni ta'sirini ingiblab beradi, ya'ni qon tomirlar torayishini sekinlashtirishga xizmat qiladi. To'g'rirog'i demak trombositlarni agregatsiyasini, bir-biriga nisbatan agregatsiyasini ingiblab xususiyatiga ega. Yoki prostacyclin, nitrik oksidlarimiz demak trombositlarning aktivatsiyasi va vazokonstruksiyaning oldini oladi. Ya'ni shu jarayonni ingiblab xususiyatiga ega. Geparin esa demak trombinni fibringa aylanishini ingiblab beradi. Bu umuman olganda
demak tomir trombositlar gemostazini tuzilishi edi. Endi birlamchi mikrosirkulyator gemostaz. Demak, sog'lom odamda kichkina qon tomirlar, arteriolalar, kapillyarlar, venalar jarohatlanganda normada 1-3 daqiqa davomida qon to'xtashi kerak. Endi qon tomir devori shikastlanganda bioaktiv moddalar, serotonin, noradrenalin ajralib chiqadi. Bular tromboksin 2 ular demak qon tomirini toraytirib vazokonstruksiyaga sabab bo'ladi. 1-2 soniya ichida qon plastinkalari jarohatlangan joyga yopishadi. Bu adgeziyasi, trombositlarning adgeziyasi deb ataladi. Qon plastinkalarining bir-biriga yopishib to'planishi agregatsiya jarayonini keltirib chiqaradi. Ya'ni avval shaklini o'zgartiradi, shikastlangan joyga tushgan trombositlar uning ustiga qaytadan yana yangi trombositlar kelib agregatsiya jarayonini hosil qiladi. Tomir devorlarida 3 ta potensiallar farqi mavjud. Bular qon tomir devori musbat qutblanadi. Trombositlar jarohatlanganda tomir devoriga yopishadi. ADF ta'sirida trombositlar agregatsiyasi tezlashadi va tomir devori bekiladi. ADFimiz o'sha trombosit parchalanishi hisobiga ichidan chiqadigan modda edi. ADF ta'siridagi agregatsiya qaytar agregatsiya xarakteriga ega, ya'ni qaytadan trombositlarimiz qon oqimiga qo'shilib ketishi mumkin. Endi trombositlar va ularning qon yuvishdagi qatnashishi, mana qon tomir deydigan bo'lsak, endoteliy qavati, shikastlangan joy, birinchi o'rinda Willebrand omili, kalla genlar demak ta'sirlanadi. Mana bu yerdagi to'qima ta'sirlanadi, 3-omilni tashkillashtirib beradi. Qon oqimidagi qon plastinkalari, trombositlar bu yerga mana adgeziya qiladi, o'rnashadi, shaklini o'zgartiradi va tarkibidan demak ADF, tromboksin 2, serotonin ishlab chiqaradi. Bu bioaktiv moddalar tomirni torayishi, qon tomirida demak oqimni sekinlashishini ta'minlab beradi. Xo'p, trombositlar tarkibida qon yuvishini plazma faktorlari, fermentlari bo'lar ekan, enzimlari, agregatsiya faoliyatini ta'minlovchi retseptorlar bo'lar ekan. Ya'ni mana trombositlarimizni agregatsiyasini ta'minlab beruvchi retseptorlar. Trombositlar membranasi arachidon kislotaga bog'liq, tromboksin 2 arachidon kislotaga. Arachidon kislota hisobiga bizda demak prostaglandinlar sintezlanishi kuchayadi. Demak, trombositlar membranasida joylashgan fosfolipaza A2 ta'sirida arachidon kislota ajralib chiqadi. Trombositlarning kuchli agregatsiyasini ta'minlaydigan agent tromboksin 2 hosil bo'ladi. Bu demak trombositlardan ajraladigan biologik faol modda. Fosfolipaza A2 faolligi kollagen va Willebrand omili bilan bog'langanda amalga oshiriladi. Ya'ni bu ikkala omil birikganda fosfolipaza ajraladi. Fosfolipaza esa demak arachidon kislota ishlab chiqarilishini stimulab berar ekan. Endi koagulятsion gemostaz katta qon tomirlar jarohatlanganda vujudga keladi. Bosim yuqori darajada bo'ladi. Shuning uchun qon yuvishi fermentativ reaksiyalarning murakkab kaskadi hisoblanadi. Fermentativ reaksiyalar ta'sirida faol bo'lmagan omillar faollanadi. 3 ta fazada ketadi qon yuvishi. Birinchi fazasi aktiv protrombinaza hosil bo'lishi, ikkinchi faza protrombin trombinga aylanishi va uchinchi fazamiz demak fibrinogendan fibrinni hosil bo'lishi. Endi qon yuvishda ishtirok etadigan omillarni alohida ko'rib chiqishimiz kerak. Bu diagnostik ahamiyatga ega, bir-birini kaskadli mexanizmi hisobiga aktivlaydi. Avval demak birinchi omillarni ko'rib chiqamiz, keyin ichki va tashqi qon yuvish jarayonini sxema yordamida tushuntirishga harakat qilamiz. Birinchisi demak fibrinogen omili qon yuvishda ishtirok etuvchi asosiy omil hisoblanadi. Glikoprotein tabiatan jigarda sintezlanadi. Molekulyar massasi 330 ming dalton. Demak, qondagi konsentratsiyasi 2-4 gram taqsimdan litrga teng. Molekulasi 3 juft o'zaro o'xshash bo'lmagan peptid zanjiridan tarkib topgan. Demak, ular o'zaro disulfid bog'lar bilan bog'langan bo'ladi. Ikkinchi omilimiz protrombin, fibrinogenni fibringa aylantirib beruvchi omil. Qon yuvishda ishtirok etuvchi asosiy omillardan biri. Demak, kimyoviy jihatdan glikoprotein alfa 2 globullar fraksiyasiga kiradi, jigarda sintezlanadi. 10-12 atom kalsiy bilan birikish natijasida qon formatsiyasini o'zgartiradi.
Uchinchi omilimiz to'qima tromboplastini lipoprotein hisoblanadi. To'qima jarohatlanganda hosil bo'ladi. Molekulyar massasi 167 million daltonga teng. To'rtinchi omilimiz bu kalsiy yo'llari hisoblanadi. Qon ivishining ko'p fazalarida ishtirok etadi, jumladan 10-chi omilning aktivlashuvida, to'qima tromboplastin, ya'ni 3-chi omilning aktivlashuvida, prokonvertin aktivlashuvida, trombin hosil bo'lishida ishtirok etadi. 5-chi omilimiz proakselerin. Demak, akselerin o'tmishdoshi globullar fraksiyasiga kiradi, jigarda sintezlanadi, yetishmasa paragimofiliya kasalligi kuzatiladi. 7-chi omilimiz prokonvertin. Konvertinning o'tmishdoshi jigarda sintezlanadi. 8-chi omilimiz demak gemofiliya A. Gemofiliyaga qarshi A globulin, uning tug'ma yetishmasligi gemofiliya A keltirib chiqaradi. 9-chi omilimiz demak gemofiliyaga qarshi B globulin yoki Christmas omili deyiladi. Faol 10-chi omil hosil bo'lishda qatnashadi. Yetishmasligi hisobiga demak gemofiliya B kasalligi rivojlanadi. 10-chi omilimiz Stuart omili deyiladi. Bemorlar familiyasi bilan atalgan. Alfa globulinlar guruhiga mansub 10-chi omil protrombindan trombin hosil bo'lishida ishtirok etadi. Ya'ni 2-chi omilni aktivlashda ishtirok etadi. Jigarda sintezlanadi, yetishmaganda qon ivish vaqti uzayadi. Xirurgik operatsiyalarda ko'p qon ketishlar kuzatiladi. 11-chi omilimiz bu Rozental omili. S gemofiliyaga qarshi omil, plazma tromboplastinning o'tmishdoshi ham deb yuritiladi. 12-chi omilimiz Hageman omili, demak qon ivishini boshlab beruvchi omil. Bu omil yetishmasa qon ivish vaqti uzayadi, ammo gemofiliya kuzatilmaydi. Kechroq qon iviydi, lekin bu vaqtdan chegina qon yo'qotib qo'ygan bo'ladi bemor. 13-chi omilimiz fibrinni mustahkamlovchi omil, hosil bo'lgan fibrin turg'unligini ta'minlaydi. 3 ta polipeptid zanjirdan tarkib topgan. Trombotitlar omili, yuqorida sanab o'tganimiz qon ivishda ishtirok etuvchi plazma omillaridan tashqari bu jarayonda 10 dan ortiq xilma-xil trombotitlar omillari ham ishtirok etadi. Endi mana qon ivish tizimini sxema yordamida tushuntiramiz. Demak, birinchi tashqi yo'ldan boshlasak, ichki va tashqi qon ivish bor. Bu tashqi qon ivish, ichki qon ivish. Ikkala qon ivish yo'li ham o'rtada umumiy qon ivish yo'liga birlashadi. Xo'p, tashqisidan boshlaydigan bo'lsak, ya'ni tomir ma'lum bir to'qimaning ichida joylashgan bo'ladi. Mana shu to'qima tomonidan tomir qon bilan ta'minlaydigan ozuqa modda kislorod bilan ta'minlaydigan to'qima tomonidan qon ivishi. Demak, birinchi to'qimaning shikastlanishi kuzatiladi. Demak, endoteliyadagi hujayralar shikastlanadi. Shu to'qima faktorini, subendoteliyal to'qima faktorining ajralishiga sabab bo'ladi. Buni biz tromboplastin yoki 3-faktor, to'qima faktori ham deb ataymiz. Demak, 7-faktor yordamida bu 7-faktor bilan birgalikda kompleks hosil qiladi, to'qima faktori va 7-faktorimiz. Endi bu 3 va 7-faktorimiz birgalikda 10-chi omilimizni, ya'ni Stuart omilini aktiv holatga o'tkazib beradi. Bu jarayonda yana kalsiy ishtirok etadi. Kalsiy bizda 4-chi omil edi. 10-chi omilimiz demak 5-chi aktiv omil proakselerin va 4-chi omil kalsiy ishtirokida demak protrombindan trombinni hosil qiladi. Trombinimiz bu 2-chi omilimiz edi aktiv holatda. Kalsiy ishtirokida trombinimiz 1-chi omil fibrinogenni fibringa aylantirib beradi. Fibrin 13-chi omil hisobiga mustahkam fibringa aylanadi. Bu demak tashqi qon ivish tizimiga. Endi ichki qon ivish tizimida demak yuqori molekulyar kinogen moddalarimiz kollagen, prekallikrein, ya'ni shu tomonning ichki tomonidan demak 12-chi omilimiz Hageman omilini aktivlaydi. Hageman omili demak 11-chi omilimizni aktivlab beradi. 11-chi omilimiz o'z-o'zidan 9-chi gemofilik B, antigemofilik B omilimizni aktivlaydi. 9-chi omil kalsiy va 8-chi antigemofilik A omili yordamida yana o'sha 10-chi omilni aktivlaydi. Ya'ni Stuart omilini inaktiv holatdan aktiv holatga o'tkazib beradi.
10-chi omilimiz demak 5-chi aktilerin va 4-chi kalsiy yo'llari yordamida. 2-chi omilimiz protrombinni trombinga aylantirib beradi. Trombinimiz esa 1-chi omil fibrinogenni aktiv fibringa aylantirib beradi. Fibrinimiz 13-chi omil yordamida mustahkamlanadi, ya'ni stabil holatga o'tadi. Mana shu qon evishning tashqi va ichki yo'llari. Tashqi yo'l ham ichki yo'l ham umuman shu 10-chi omilni aktivlashgacha demak alohida yo'l beradigan bo'lsa, 10-chi omildan demak 2-chi omil va 1-chi omilning aktivlanishi bu qon ivishning umumiy yo'li hisoblanadi. Endi pologramma degan tekshiruv usulimiz bor klinikalarda umuman qon ivish tizimini baholashda. Bu yerda ko'rsatkichlarimiz PT hisoblanadi. Bu protrombinoid time deyiladi. İkincisi biz İngilizcesiga bergan INEAR yoki ruschasiga ko'proq eshitgansizlar MNO. International Normalized Ratio yoki MNOsi международный MNO xalqaro normallashgan ratio deb ataladi. Bu PTT'miz ACTVga to'g'ri keladi ruschasiga, ya'ni partial thromboplastin time yoki aktivniy частичный trombinoviy ACTV время deyiladi. Xo'p, mana shu asosan ikkita tekshiruv bilan fibrinogen bor bizda va undan tashqari trombin time 4 ta ko'rsatkich asosida kilogramma tekshiruv o'tkaziladi. Endi mana ichki yo'lda defitsit bo'ladigan bo'lsa bizada demak PT normal bo'lar ekan, o'zi normada 70 dan 120% gacha darajasi. ACTV'miz bu normadan ortib ketar ekan. Normasi 30 sekundgacha. Endi tashqi yo'lda defitsit yoki tashqi yo'lda buzilish bo'ladigan bo'lsa, demak PT ni miqdori ko'rsatkich ortib ketar ekan, 120% oshib ketar ekan, lekin ACTV ni miqdori normada bo'lar ekan. Endi umumiy yo'lda demak patologiya qandaydir yetishmovchilik defitsit bo'ladigan bo'lsa, bizda ACTV ni ham, PT ni ham miqdori normadan ortib ketar ekan. Endi normal ketadigan bo'lsa, tashqi va ichki umumiy yo'llarimizda PT va ACTV miqdori normal bo'ladi. Endi fibrinogendagi miqdori qon plazmasida 2-4 gram taqsimdan litrga teng. Ortib ketishi va kamayib ketishining klinik ahamiyatini demak mavzumiz oxirida to'xtalib o'tamiz. Endi yetishmovchiligi yoki qon ivishiga bog'liq kasalliklar. Bu yerda mana D ya'ni Willebrand kasalligi bor. Bu asosan 8-chi omil antigemofilik omilda aktivlanish buzilishi hisobiga demak Willebrand kasalligi paydo bo'ladi. Yoki antigemofiliya A 8-chi omilda aktivlanmasligi yoki gemofiliya C 11-chi omilda aktivlanmasligi hisobiga bo'ladi va bizda vitamin K ni yetishmasligi, vitamin K ni yetishmasligi hisobiga demak 7-chi omilimiz prokonvertinimiz konvertinga aylana olmas ekan yoki 10-chi omilimiz Stuartimiz inaktiv holatdan aktiv holatga o'ta olmas ekan yoki 9-chi omilimiz antigemofilik B'miz aktiv holatga o'ta olmas ekan yoki eng asosiysi 2-chi omil protrombinimiz trombinga o'ta olmas ekan agar vitamin K yetishmasa. Endi fibrinogenni fibringa aylanishi 3 ta bosqichdan iborat. Bu fibrinogenni ya'ni o'sha ichki va tashqi qon ivishi hisobiga fibrin hosil bo'lgani bilan u hali mustahkam fibrin hisoblanmaydi. Fibrinogen monomeri fibringa o'tadi. Keyin monomer fibrinimiz kalsiy ishtirokida demak polimer fibrin esni hosil qiladi. Polimer fibrin esimiz oxirgi fibrin gammaga aylanadi. Oxirgi fibrin gamma esa retraksiyaga uchragan quyuq qonga aylanadi. Ya'ni mana fibrinogen trombin yordamida fibrin monomerga aylandi, agregatsiya hisobiga fibrin polimerga aylandi va 13-chi hamda kalsiy yo'llari yordamida fibrinimiz polimer stabil holatga o'tdi. Endi qon ivishiga qarshi tizim ham birgalikda yuradi. Bu to'g'risida ham to'xtalib o'tamiz. Bu plazminogen oqsil yordamida amalga oshadi, plazminga aylanadi. Plazminga aylanish uchun bizda 11-chi, 12-chi omillarimiz kallikrin, bundan tashqari to'qima plazminogen aktivator oqsili va urakinazalar kerak bo'ladi.
plazminimiz endi fibrinni, demak tomir devori tiklandi. Bu yerda fibrin qolib ketmasligi kerak, chunki tomirda turbulent oqim hosil qiladi. Bu fibrinni eritib parchalab yuborishimiz kerak. Buning uchun bizga plazmin kerak bo'ladi. Plazminogendan hosil bo'ladi. Bu jarayonda ingibitorlari bor. Bular plazminogen aktivator ingibitorlar 1, 2, alfa 2 antiplazmin va alfa 2 makroglobullar. Demak, fibrinni parchalanishini to'xtatib turuvchi demak ingibitorlar hisoblanadi. Endi fibrinimiz demak fibrinni to o'sha aminokislotagacha parchalab yuborish xususiyatiga ega. Fibrinogen omili qondagi konsentratsiyasi demak normada 2-4 gram na litrga teng. Demak ortish operatsiyadan keyingi davrlarda, yallig'lanish jarayonida, yuqumli kasalliklarda, kamayish esa jigar kasalliklarida va hayz ko'rish paytida bo'ladi. Jigar kasalliklarida kamayishning sababi bu jigarda sintezlanar edi. Bugun ko'rib chiqmoqchi bo'lgan savollarimiz shulardan iborat. Biz sizlar bilan demak ichki va tashqi qon yuvish tizimi va unga bog'liq kasalliklar, qon yuvishini plazma oqsillari to'g'risida ma'lumotlarni o'rtoqlashdik. Rahmat.